Hozir bitta narsaga guvohi bo'ldim. Akamizning yonlariga borganimda charchab ketdim, ishlab deyaptilar-da. Akaga qaradimda, bu baxtga okadanmi? Erkak kishi ishlab charchashi bu baxtga dommi? Uyga borganingizda bitta yostiqqa bosh qo'yganingizda tap qulab qolish bu eng katta baxt erkak kishi uchun. Bu narsani dedim, bu baxtni dedim, qanaqaligini dedim, ishsizlardan so'rasangiz bilishadi. Ko'pchilik aka-ukalarimizda ish yurmagan paytlarida uyga borib ko'p narsa xayolga keladi. Chunki erkak kishimiz oila, bola chaqa uylangan bo'lsangiz, tashvish, ko'p narsa. Bu eng yomon narsa. Qanaqa qilib qo'l kaltalik qilish. Erkak kishini ish ko'payib turib, ish bo'lib tursa, eng yaxshi narsa shu. Har doim ish ko'payganda Allohga shukr deyish kerak. Men ishsiz 1-2 yil qolib ketgan kunlarimni eslayman, ishim ko'payib ketgani sari. 2-3 yil oldin, 4 yil oldin, 5 yil oldincha deb o'zimga motivatsiya beraman-da, yana da ish tashlab davom etaman. Shuning uchun akaga aytdim, aka dedim, bu nolimaydi. Noliganingizni boshlashingiz bilan orqaga ish tortib ketsa, undan yomoni yo'q. Erkak kishining ishi ko'p bo'lishi bu eng baxt deb bilaman. Shuning uchun hozirgi yoshlarga maslahatim, hozirgi aka-ukalarimizga noto'g'ri tushunmanglar, maslahatim ish ko'payganda alhamdulillah deyish kerak-da, ishchi bosurish kerak. Chunki erkak kishimiz biza ish uchun yaralganmiz, ayollarimiz uy uchun yaralgan. Salomat bo'linglar, kuningiz yaxshi o'tsin. Ish ko'paygani bu baxt deb